Sizlar sizlar kutgan video remontdan keyin qayta aksiya oqarib qolyapti. Nima tavsiya berasiz? Ishlatib ko'rsatib bering deyotganlar. Sizlar uchun maxsus mana universalni salfetkamiz. Mana shu oqarib qolgan joy orqasidan qaytib oqarib qolmaydi. Hammasi mana shu oholi mana shu orasida qoladi. Mana qaranglar qizlar, bitta artama mana. Mana. Oddiy latta arsanglar bu orqasidan oqarib qoladi. Qurigandan keyin oqarib qoladi. Mana. Remontdan keyingi holatlarda uborka qilish shunaqa oson, Greenway fiberlar yordamida bemalol qo'rqmasdan xarid qilinglar. Hammasi tollasini orasida turadi. Buni dach surkab olib ketmaydi mana. Mana bu oynasini artib ko'rsataman oyna fiber yordamida. Mazdadagi oyna artishni bizani universalni bu oyna fiberlarimizda remontdan keyin ham umuman qachon uborka qilmoqchi bo'lsanglar, qiynalmasdan, charchamasdan bitta arkanda uborka qilib ketaverasizlar, oynanglar yo'dek toza bo'ladi. Endi qizlar orqasini artib ko'rsataman, mana ko'ringlar. Oyna yo'dek toza bo'ladi. Do'posli, qo'llatda, quruvlatda qilmadim. Hech qanaqa sredstva tekkizmadim. Даже latdan mana kir bo'lsa ham, buni kir holatida surkab olib ketmayapti-da. Oyna ochilsa ochilyapti-ki, bo'g'ilib, kir bo'lib ketmayapti. Qizlar mana artilmagan romim, bu yoq artilgani. Mana o'sha oynam yo'dek top-toza bo'ldi.